Arafat maydoni bu go'yoki bir qiyomatni eslatadigan bir maydon. Xuddi qiyomatni o'zi azizlar. Hamma o'zi bilan o'zi ovora, lekin qiyomatdan farqli o'laroq imkoniyat beradi Alloh bizga o'sha Arafatda. Duolar qabul bo'ladigan joy, tavbalar qabul bo'ladigan joy, yig'lab iltijo qiladigan, Odam alayhissalom bilan momo Havo onamizni tavbalari qabul bo'lgan bir makon. Mana shu joyda hamma qo'lidan kelganicha duo qiladilar va bu yerga nima uchun kelganini his qiladilar. Dunyo uchun, boylik uchun kelmaganini, Allohning rizoligi uchun kelganini eslaydilar va ko'zlariga yosh oladilar. Bu yil azizlar, Arafat maydonida biz uchun maxsus qurilgan chodirlarda ibodatda turar ekanmiz. Bu yil ancha yaxshi fazilatlik tarixiy voqealarga guvoh bo'ldik. Birinchisi, bir necha yillardan beri Arafat maydonida to'plangan hojilarni bitta imomga iqtido qildirishlikni hech chorasini ko'ra olmas edik. Chodirlar har xil joylanib, markaziy imom turadigan masjiddan boshqalar oldinga o'tib qolar edi. Bu yil juda qattiq harakat qildik. Allohga shukr, prezident hojilari bor, ya'ni 100 ta, 15.100 ta hoji bir mahalda bitta imomga iqtido qilib peshin va asr namozini jamlab o'qidik. Shaxsan meni o'zim mana shu xizmatga kelganimdan beri hammani birlashtirishlikka, yelkadosh bo'lishlikka, ibodatni birga qilishlikka harakat qildiryapman. Mana xatmlarni ham bir paytda qildirishligimiz, hamma masjidda bir xil bo'lishligi, hatto duolarni ham bir mahalda bo'lishligi bu mo'min musulmonlarning bir-biriga muhabbati, ittifoqchiligi ortishligini orzu qilish. Ayni mana shu masalada bu yil Arafat tog'ida ham o'sha joyda o'tirib 15.000 hamma bir paytda duo qilindi. Bir paytda namoz o'qilindi. Bitta imomga iqtido qilindi. Allohga shukr. Avvallari hamma xaymada har xil o'qilar edik, chodirda. 50.000 dan ziyod xatmi Qur'on bag'ishlandi azizlar. Arafatda turib. Endi u Arafatdagi qilingan duolarni kimlardir yozib oladi telefoniga, uni tarqatadi. Bir xilgisi o'ziga kerak bo'lgan joyini tarqatadi, o'ziga yoqqan joyini tarqatadi. Lekin u yerda asosiy duolarni Alloh uchun qilinadi. Aytmoqchi bo'lganimki, o'sha 50.000 xatmi Qur'ondan keyingi mustajab duolarni umidida butun xalqimizni, siz azizlarni duo qildik azizlar. Vatanimizni tinch, osoyishta bo'lishini so'rab duo qildik. Har xil baloyi ofatlardan Allohim saqlasin deb duo qildik. Yurtboshimizni duo qildik. Xalqimizni duo qildik. Bemorlarni duo qildik. Farzand talablarini duo qildik. Musofirlikda yurgan vatandoshlarimizni ham duo qildik. Hech kim qolmadi. Chunki Arafat bu duo maydoni. Arafat duo maydoni. Hamma ibodatni nuqtasi, eng yuksak nuqtasi bo'ladi ekan. Mana namozning eng yuksak nuqtasi bu sajda. Sajda namozning eng muhim joyi azizlar. Chunki sajda bilan Allohga yaqinlashadi. Hech kimga egilmagan bosh Allohga egiladi, yeriga qo'yiladi. Hajning eng muhim nuqtasi bu o'sha Arafat. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam al-hajju Arafa deganlar. Haj bu Arafatdir deganlar. Shuning uchun o'sha Arafatda turib duolar qilinish kerak. Duolar qabul bo'ladi, shubhasiz qabul bo'ladi. Ana o'sha joyda bizlar 50.000 marta o'qilingan Qur'onda xatmisini bag'ishlar ekanmiz. Siz azizlarni, yurtdoshlarimizni, dindoshlarimizni va butun dunyoni haqqiga duo qildik. Allohim bu duolarimizni qabuliyatini umid qilib turamizki, inshaalloh bu yil yurtimiz yanada barakatli bo'ladi.